To'g'ri aytdingiz, haqiqatan ham keyingi mana 10 kunlikda mana Toshkent shahrida ekologik vaziyat biroz yaxshi bo'lmayapti. Bu albatta bu ikkita omilga bor. Avvalambor bugun ijtimoiy tarmoqlarda bu fuqarolarimizning keng muhokamalariga sabab bo'lyapti va ular o'zlarining chiqishlarida uning sababli va uni yechimini haqida birdaniga ta'kidlanib beryapti. Ko'p takliflarni tan olish kerak, ularni qabul qilsa bo'ladi albatta. Va ular tomonidan berilayotgan choralar haqiqatan ham bugun mana siz yuqorida aytgan prezidentimizning, muhtaram prezidentimizning farmonlarida ham o'zini aksini topgan. Bu qaysi yo'nalishlar asosan? Yani siz aytgan mana shu shaharlarni demak tezkor mana holatni qaytarish va ekologik vaziyatdan chiqib ketish bo'yicha tezkor choralar belgilanganki, bu qaysilar? Bu avvalambor mana siz o'z aytganingizdek ko'chalarni demak dov-daraxtlarni yuvish. Toshkent shahrida mana obodonlash tashkiloti mana kecha kunduz bugun demak safarbarlik e'lon qilib mana obodonlashtirish ekologiya sohalaridagi mana shu transport mana birgina 100 dan ortiq transport vositalari, suv tashish transportlari mana shu changlarni yuvishni amalga oshiryapti. Qolaversa bugun qish fasliga kirib boryapmiz, lekin Toshkent shahrida 100 dan ortiq favvoralarni ishlatib qo'yishni biz majburiyat hisobladik va bugungi kunda mana shu favvoralar kecha kunduz ishlayapti. Mana shu prezidentimizning farmonlari bilan bir komissiya tashkil etilganki, bu mana shu komissiyaga katta vakolatlar berilyapti. Komissiya tarkibida avvalambor turli vazirlik idoralarining mana shu vakillari, prezident administratsiyasidan tortib jamoatchilik vakillari ham biriktirilganki, bu qaysi bir kollegial qarorlarni chiqarishga katta imkoniyat beradi. Va mana shu komissiyaga maxsus komissiya bu agar maxsus komissiyalarni tashkil etish bo'yicha va tarixga mana shu O'zbekiston yangi O'zbekiston davrida qabul qilingan prezident farmon qarorlarini ko'radigan bo'lsak, bu ayrim holatlarda, ya'ni bir favqulodda holatlarda tashkil etilganligini ko'rishingiz mumkin. Bugun O'zbekistonda to'g'ri favqulodda holat e'lon qilinmadi, lekin bugungi ko'rilayotgan tezkor choralar mazkur farmon bilan mana shunday holatni demak tezkor chiqib ketish holatini demak imkoniyatini topish kerak. Imkoniyatiga ega qiladi va shu sababli ham mana shu farmon asosida maxsus komissiyani nazoratida emas, balki maxsus komissiya o'zi amalga oshiradi. Bugungi kunda mana farmonimiz chiqqandan keyin mana shu holatdan keyin bugun mana shu prezidentimizning farmonida belgilanganda vazirlik idoralaridan iborat. Bu asosan huquqni muhofaza qiluvchi organlar, nazorat qiluvchi organlar tomonidan vakillardan iborat 300 ta guruh. Demak 300 ta mutaxassislardan iborat 30 ta guruh shakllantirildi va Toshkent shahrining turli hududlarida, shuningdek mana Toshkent shahrining atroflarida, ya'ni viloyatlarda joylashgan mana shu sanoat korxonalari bo'ladimi, qurilish obyektlari bo'ladimi, mana shu yoki mana oddiygina issiqxona xo'jaliklarini nazoratini kecha kunduz bugungi kunda nazoratini amalga oshiradi. Va bugungi kunda mana shu hattoki yirik sanoat korxonalaridan 40 ta sanoat korxonalarining faoliyati vaqtinchalik cheklandi. Bu albatta mana birgina misol keltiradigan bo'lsak, mana Chirchiq aholisi emas, balki Toshkent shahrida yashayotgan fuqarolarimiz mana Bo'stonliq tomonga yurishda Chirchiq daryosining chap tomonida joylashgan mana shu Maqsam Chirchiq korxonasini tashamalarini kunduz kun ham kechasi ham fuqarolarimiz kuzatgan. Bugungi kunda hattoki mana shu Toshkent shahrining atrofini asosiy mana shu ifloslantiruvchi manbalar bo'lgan yirik sanoat korxonalarini ham vaqtinchalik cheklovini bugun mana maxsus komissiya amalga oshirdi. Bu albatta mamlakatning iqtisodiyotiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Lekin inson omili, bu inson sog'lik, salomatligi birinchi o'rinda turganligi uchun bugun komissiya majbur bo'ldi cheklovlarni, vaqtinchalik cheklovlarni amalga oshirish. Vaholanki bu vakolat sud organlariga berilgan. Lekin prezidentimiz farmoni bilan bu komissiyaga, maxsus komissiyaga shunday vakolatlar berilganki, bu mana shunday yirik korxonalarni, nafaqat yirik korxonalar, balki kichik mana siz aytgan mana issiqxona xo'jaliklarini. Albatta issiqxona xo'jaliklarida bugungi kunda aholimizni oziq-ovqat bilan ta'minlaydigan mahsulotlar yetishtirilyapti. Lekin bu holatni ham tadbirkorlarga yordam berish uchun albatta prezidentimizning mana shu qarorlarda belgilab berilganda tabiiy gaz bilan 100% ta'minlash topshiriq ketyapti. Bugungi kunda mana shu tashkilotlar tomonidan tezkor choralar ko'rilyaptiki, mana shu korxonalar tomonidan yoqilayotgan, noqonuniy yoqilayotgan mana
moy deymiz, ishlatilgan moylargacha, hattoki transport vositalarining shinalarigacha yoqilyapti. Bu albatta mana shu Toshkent shahrini ifloslanishini tezlashishiga ham bu sababchi bo'layotgan. Shu sababli ham bugungi kunda mana shu gazasiz siyosatini ham qanday bu mamlakatni rahbarini, aholini bir sa'y harakatlari bo'ldiki, qaysiki bu bugungi kunda Toshkent shahrining nisbatan ekologik holatini yaxshilashga bir imkoniyat beryapti. Qolaversa, tabiatni o'zi ham bizga ko'mak beryapti. Mana 2 kundan buyon esayotgan shamolning tezligi sal bo'lsa-da ko'payganligi nisbatan shaharni bugungi xalqaro indeksda nisbatan past ekanligini kuzatish mumkin.